Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi sobiq prezident Almazbek Atambayevni qo'riqlayotgan xodimlarini qaytarganini inkor qildi. Xalq vakili Oq uy to'siqlarini olishni taklif qildi. Deputat bu tashabbus bilan nimani ko'zlamoqda? Prezident Sooronbay Jeenbekov hukumat rahbarini qabul qildi. Uchrashuvda qanday masalalar muhokama qilindi? O'sh shahrida zamonaviy sport kompleksi qurilishiga kapsula solindi. Issiqko'l havo maydoni O'sh shahridan 88 yo'lovchi bilan borgan samolyotni qabul qildi. Qorako'lda 3 yoshli bola suvda oqib ketib halok bo'ldi. Bu haqda Qorako'lning Kirpichni kichik rayonining yashovchisi Zamira O'tirbayeva bildirdi. Bola suv yoqasida o'ynayotib to'satdan tushib ketgan. U yengil bo'lgani uchun suvning oqimi olib ketgan. Uning jasadi Oqsuv rayonining Jo'lqolot qishlog'idan topilgan. Hozirda huquq himoyachilari tegishli ishlarni olib bormoqda. Voqea 28-iyun kuni tushga yaqin bo'lgan. Bolaning jasadini suvdan qarindoshlari topishgan. Bu yerda esa Favqulodda holatlar ministrligining mutaxassislari ish olib bormoqda. 2018-yili Qirg'izistonda 134 nafar kishi suvga cho'kib halok bo'lgan. Ularning 80 nafari o'limi yoz fasliga to'g'ri keladi. Sobiq prezident Almazbek Atambayevni himoya qilgan qo'riqchilarga ruxsat berilgani haqidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu bildiruvni Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lum qildi. Ma'lumotga ko'ra, ayni vaqtda Atambayevni qo'riqlash uchun xodimlarning soni avvalgidan kamaygan emas. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi sobiq prezidentning xavfsizligi uchun zarur bo'lgan vaqtda yana qo'shimcha qo'riqchi berishga tayyorligini bildirdi. Respublikaning ayrim hududlarida sel oqibatlarini bartaraf qilish ishlari bormoqda. Favqulodda holatlar ministrligi bildirishicha, 27-iyunda O'shda Qorasuv rayoniga qarashli Bo'ri qishlog'ida shiddatli yomg'ir sababli sel bo'lib, Laglan kanali shaharga to'lib qolgan. Natijada O'sh-Bo'ri ichki yo'lini sel suvi yuvib ketgan. Katta Taldi qishlog'ining Qaraso'got qishlog'ida bir yilqini, 2 buzoq va 6 qo'yni oqizib ichki yo'lni yuvgan. Odam umriga zarar keltirmagan. Hukumat doim xalqqa ochiq bo'lib, Oq uy to'siqlarini olish kerak. Bu fikrni Jo'g'irq kengash deputati Baqit To'robayev Moral radiosiga bergan intervyusida bildirdi. Uning aytishicha, hukumat binosi to'siqsiz ochiq tursa ham xalq ularning oldiga borib miting qilmaydi. Barchasi prezident yoki parlamentga arzini yetkazish uchun Oq uyning oldiga keladi. Shu sababli Oq uydagi to'siqni olib, xalqning fikrini eshitish uchun ochiq maydon qilish kerak. Shu bilan birga yashovchilarni qabul qilishda barcha usullardan foydalanilsa yaxshi bo'lar edi. Hukumat elektron turdami, video murojaat orqalimi elga ochiq bo'lishi kerak. Hozirda fuqaroviy jamiyat faol. Biz ularning kuchidan, faolligidan foydalanishimiz kerak. Aniqrog'i xalq tashabbusidan va kuchidan, deydi To'robayev. Prezident Sooronbay Jeenbekov bugun 28-iyunda Premyer-ministr Muhammadqalay Abilg'aziyevni qabul qildi. Bu haqda prezident apparatining matbuot xizmati bildirdi. Prezident hududiy rivojlantirish davlat organi faoliyatini raqamlilashtirish, ularning ichida soliq protseduralarini fiskallashtirish va shimoliy muassasalar aro elektron tizimini tuzish, xavfsiz shahar loyihasining 2-fazasini amalga oshirish bo'yicha ishlarni tezlashtirishga e'tibor qaratdi. Xavfsizlik kengashini raqamlilashtirish va yer xazinasidan foydalanish masalalari bo'yicha qarorlarning bajarilishini yetarlicha nazorat qilinmayotganini aytdi. Bundan tashqari rayon markazlaridagi yo'llarni ta'mirlash, shimol-janub, Bishkek, Qorabolta, O'sh, Batken, Isfana, Xo'jand va boshqa respublika miqyosidagi avtoyo'llarning qurilishi nazoratini kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Hukumat rahbari byudjetning himoya qilingan moddalarini o'z vaqtida moliyalash, infrastruktura tuzum rivojlanish loyihalarini amalga oshirish, agro-yengil sanoat kompleksi va boshqalar haqida ma'lumot berdi. Salqin So'rnog'ayev Madaniyat, axborot va turizm ministrligiga qarashli axborot va kommunikatsiyalar departamenti direktori bo'lib tayinlandi. Tegishli buyruqqa Premyer-ministr Muhammadqalay Abilg'aziyev qo'l qo'ydi. Bu haqda mazkur ministrlikning matbuot xizmati bildirdi. Ta'kidlab o'tsak, mazkur lavozimda 2014-yildan beri ishlab kelayotgan Baxtigul No'ruzbayeva o'z istagi bilan ishdan ketgan. Salqin So'rnog'ayev bu vaqtgacha mazkur muassasaning direktor o'rinbosari lavozimida ishlagan.
Hukumatning Jalolobod oblastidagi vakili rahbarligidagi yetakchilar oblast hududidagi yirik qurilishlarning borishi bilan tanishdi. Aniqrog'i 11 qishloqni ichimlik suvi bilan ta'minlashga yo'naltirilgan suv omborining qurilishi, Qurmanbek asrlar merosi arkasining rekonstruksiyasi va shimol-janub muqobil yo'lidagi tunnelning qurilishini borib ko'rishdi. Unda ayrim kamchiliklar aytilib, bartaraf qilish topshirig'i berildi. Batafsil navbatdagi lavhada. Bungacha Qurmanbek asrlar merosi deb nomlangan arkaning yoniga qo'shimcha xiyobon qurilib, rekonstruksiyadan o'tishi aytilgan. Biroq ba'zi sabablarga ko'ra hozircha faqat arkaning o'zi 8 million so'mga ta'mirdan o'tkazilmoqda. Ayni vaqtda ishning 60% yakunlanib qolgan. Uni sifatsiz bitirilayotgani borasida Suzoq rayon hukumatiga kamchiliklarni bartaraf etish borasida topshiriqlar berilgan. September ish bo'ladi. Bu yaxshi chiqmaydi mana. September ish bo'ladi. Bugungi kunda Jalolobod oblastida muhim ahamiyatga ega bo'lgan shimol va janubni birlashtirgan yo'lning qurilishi davom etmoqda. Ayni vaqtda uni 4 chaqirimini tashkil etgan tunneli qazilmoqda. Mazkur tunnel faqat uzunligi bilan emas, yonidagi kirib chiqadigan yo'li bilan ham farq qiladi. Bunun артықшылығы, tunnelдің артықшылығы. Ошол штольня боюнча эксплуатация болот, штольня боюнча кийин сервис болот, обслуживание болот, эксплуатация башталганда. Анан тышкары пожар болуп, бир авариялар болсо туннелде. Штольня аркылуу элдерди эвакуация кылганга, коопсуздукка жардам берет да. Keyingi obyekt 11 qishloqni ichimlik suv bilan ta'minlashga yo'naltirilgan suv omboridir. 11 million so'mga qurilayotgan ombor foydalanishga topshirilsa, Suzoqdagi ko'pchilik yashovchilarning ichimlik suv bilan ta'minlanishi aytilgan. Qiziltuv аймағында, Көгарт, Qurmanbek жана Багыш аймақтарында 11 айылын таза суу менен камсыздоо боюнча Сафаровка долбоорун ишке ашыруу үчүн иштер үчүн тендер өтүп, бул жерде бир 11 million so'mга күч деген жоопкерчилик чектелген коом утушка ээ болуп, quruluşları жүрүп жатат. Bugungi kunda Jalolobod oblastidagi 441 qishloqning 3/1 qismida ichimlik suvi yo'q. Oblast rahbari 2023-yilgacha barcha qishloqlarni ichimlik suvi bilan ta'minlash ko'zda tutilganini aytadi. Ta'kidlab o'tsak, Qirg'izistondagi 1800 ta qishloqning 653 tasida ichimlik suvi yo'q. Qirg'iziston bilan Eron Islom Respublikasi o'rtasidagi shartnoma asosida O'sh shahrida qurilishi boshlangan zamonaviy sport kompleksi poydevoriga kapsulasi olindi. Umumiy qiymati 1 million AQSh dollari sarflanadigan majmuaning qurilish ishlari aprel oyida boshlanib, 2020-yili foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilmoqda. Qurilish ishlari Eron tomonidan olib boriladi. O'sh shahrining Saliyeva ko'chasida zamonaviy sport majmuasining qurilishi boshlandi. Unga Eron Islom davlatining Qirg'izistondagi elchisi, O'sh shahrida hukumat vakillari va shahar yashovchilari ishtirok etishdi. Мындай балдарыбыз ойногону, мындай сыртка чыкканга ыңгайсыз эле да. Детский площадка деген жок. Баягы балдар чөмүлө турган жерлер да жок, машыга турган. Анан быйыл ушул ирандыктар алып, ушул быйыл ушул спорт комплексин салып беребиз деп заманбап, аябай жакшы иш-чара болду. Sport majmuasining qurilishi eronlik Niku Abniya Al-Burz Hitland kompaniyasi tomonidan olib borilib, 18 oyda bitishi rejalashtirilgan. Shahar hukumati tomonidan yer ajratib berilgan qurilishning umumiy maydoni 5170 kvadrat metrni tashkil etadi. 1,5 yilga qaralgan. Qirg'iziston bugungi kunda подрядчиктер айтып жатышат, ушул жылдын акырына курулуш иштерин бүтүрүп, пайдаланууга берүү боюнча. Сметалык басы 1 million AQSh dollari болуп, гранттык каражат. Shaharliklardagi yaxshi kayfiyatni ko'rgan Erondan kelgan delegatsiya ham quvonmoqda. Ikki millat do'stligi bundan keyin ham davom etishi aytildi. Иран элинин атынан Кыргызстанга, анын ичинен Ош шаарынын жашоочуларына ысык салам айткым келет. Буйрса, бул курулуп жаткан спорт комплексте Кыргызстандын желегин бийик көтөргөн мыкты спортчулар чыгарына ишенем. Кыргызстандын наамысын коргогон эр азамат жаштар тарбияланып чыксын. Sport majmuasi uchun shahar hukumati tomonidan yer ajratilib berilgan. U yerga olib boriladigan yo'lni qurilishi bitgandan keyin asfalt to'shab berilishi ma'lum qilindi. Ушул спорт комплекске келген жолду, мына центральный жолдон ушул жолго келгенге чейинки жолду биз мүмкүнчүлүккө жараша оңдоп беребиз. Ушуга чейинки санан ушул спорт комплекс бүткөндөн кийин кылбасак, азыр бул курулуш жүрүп атканда чоң машиналар кирет да кайра бузулуп калат. Бүткөндөн кийин биз аркасынан сразу асфальттатып беребиз. Yangi majmua sportning barcha turlariga moslashtirilgan.
Hududda 5 mingdan ortiq bola endi ko'cha changitmaydigan bo'lishdi. Hilol Ashurova, Mimoza Janibek qizi, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq. Botkenning Qorabog' qishlog'idagi bozorda mavsum vaqtida bir kunda 100 tonnadan ortiq o'rik qoqi sotiladi. Tojikistonning Laqqan qishlog'i bilan chegaradosh mazkur qishloqdagi bozorning asosiy xaridorlari tojikistonliklar. Mahalliy yashovchilarning aytishicha, o'rik qoqi savdosi ko'ngildagiday bo'lgani bilan hayvon bozorida hal qilinuvchi muammolar bor. Qora mollarga breket chiqib, maxsus raqam berilgandan beri qo'shni davlat bilan bo'lgan savdo aloqalari sustlashgan. Mavzuni hamkasbim davom ettiradi. Cindey ver cindey. Ama 5 tomu çarşı. 75.500. Botken rayonining Qorabog' qishloq yashovchisi Abdusami Baynazarov bozordan hayvon olib sotadi. Bugun savdo yaxshi bo'lmagani uchun xarajatlarini arang qoplay oldi. Qo'shni tojik tomon Qirg'izistondan savdo qilmay qo'ygani uchun savdogarlarni bozorga kasodga uchramoqda. Tojikistondan o'tkazak, doktorlar aytadi. Qana bunun spravkasi qana deydi, bir kas qana deydi. 21 kun bu darilanish kerak, anan keyin sotishlar kerak. Men 21 kun bag'ish uchun o qashak berishim kerak, çöp berishim kerak misol, jem berishim kerak. Onu biz Tojikistondan olib kelib shahar sotishimiz kerak. Tojiklar bizdan olib borib ular shahar sotish kerak. O'g'il, qarochi bo'lmay жатат. Bizden Tojiklar olib borib sotsa bo'ladi da. Bizden Tojiklar olib borib sotish uchun bir kani kesish kerak bo'ladi. Chegaraga yaqin mazkur hududda 200 ga yaqin shoxdor qoramollar, 300 dan ortiq qo'y echkilar kiradi. Bozorga kelayotgan har bir hayvonni kasalliklarga qarshi emlatilgani va vaksina olgani haqida hujjat talab qilinadi. Bunday qog'ozi yo'q qo'shni davlatdan kelgan hayvonlar bozorga kiritilmayapti. Agarda o'sha bukasi yo'q bo'lsa-da kelib sizlardan tekshiruvdan o'tkazib turib, bozorga kirishingiz shart bo'ladi. Qanday mumkinchilik yo'q. Kelgan bo'lsa 21 kun qarmashib zakoniy bo'lib kelgan bo'lsa. Qorabog' bozorida hayvonlardan tashqari turshaklar savdosi ham qiziydi. Botgenda yetishtirilgan turshaklar mana shu bozorda sotiladi. Qirg'izistondan to'g'ri Rossiyaga olib ketadigan savdogarlar yo'q ekanini mahalliy yashovchilar aytishadi. Qorabog' Tojikistonning Lakkan qishlog'i bilan cheklashgan. Botken o'rigi Tojikiston orqali Rossiyaga o'tadi. Jallovdan beri shunda keladi. Jallovdan beri qancha yil qancha rayonlar bor. Buch shunda keladi. Ilanji yo'q. Hozir mana porter perder jukkadi misol, Qizilqadan iskalatdan olib kelib shunda sotaveradi Qizilqadan bilan. Bu yoqda vagon yo'qda, majbur shundan ketadi. Boshqa xot yo'q. Bitta cheles sonra ketadi. Boshqa xot yo'q. Sezon molda 100 tonna, 150 tonna jo'nli ketadi. Bir bozorda ketadi jo'nli. 150 tonna jo'nli ketadi. Hech nima qilmaydi to'g'ri. Tajik shunday olib ketadi to'y. Shu shag'ilqalab, tashqalab boshqa hech narsa qilmaydi. Tojikiston bilan cheklashgan hududda joylashgan mazkur bozor faoliyatini boshlaganiga 20 yil bo'ldi. Bu yerda har yili mavsumda 100 tonnaga yaqin turshaklar sotiladi. Hilol Ashurova, Asqar Baymuratov, Jirg'al Abdujalilog'li, Intimaq, Botken shahri. Bugun Issiqko'ldagi xalqaro Tomchi aeroportiga O'sh shahridan kelgan birinchi aviaqatnovning samolyoti kelib qo'ndi. Bu haqda Manas aeroportining matbuot kotibi bildirdi. Birinchi qatnovni mahalliy rahbariyat kutib olgan Tezjet aviakompaniyasining samolyoti O'sh Tomchi yo'nalishi bo'yicha 88 nafar yo'lovchini olib borgan. Tomchi O'sh yo'nalishi bo'yicha 50 yo'lovchi uchib keladi. Mazkur qatnov doimiy bo'lib, haftada 4 marta dushanba, chorshanba, juma va yakshanba kunlari bo'ladi. Bu yil Sulaymantog' Milliy tarixiy arxeologiya muzeyi kompleksi UNESCOning moddiy madaniy meroslar ro'yxatiga kirganiga 10 yil bo'ldi. Shu sababli bayram tadbiri boshlandi. Tadbirga qo'shni davlatning Andijon oblastidan ham mehmonlar kelib, rasmlar ko'rgazmasi va muzeydagi tarixiy eksponatlar bilan tanishtirildi. Batafsil navbatdagi lavhada. Muzey jalopsan 1238 kvadrat metr aylantirib turadi, 2 qavatdan turadi, 13 shahar yunkurjidan turadi. Ikki millat madaniy aloqalarini yaxshilash maqsadida O'sh shahriga Andijondagi madaniyat tarmog'i vakillari, muzey kompleksi xodimlari taklif qilingan. Tadbir Sulaymantog' UNESCOning nomoddiy meroslari qatoriga kirganiga 10 yil bo'lishi munosabati bilan tashkil etilgan. Tadbirning rasmiy ochilish marosimida mahalliy hukumat vakillari, hukumatning O'sh oblastidagi vakil o'rinbosari Bayish Yusupov ham ishtirok etdi. Kecha bayram dasturi bilan boshlandi. Hoş geldin meymanlar, uvanayın kalayım. Komuz alıp koluna da bir gögülündün alayım. Intımak benim dost sürsök, göz atsın biske buyursa.
Tadbir davomida muzey xodimlari tomonidan tashkil etilgan rasmlar ko'rgazmasi ham uyushtirildi. Biz şu Fergana öründögü ortak bağlılıklardı saqlap turgan muzeylerden qarım qatışı, xizmatdaşlığı, alardı qantip saqtayız, qanday qilsak bo'ladi, emne qilsak bo'ladi, shularning barining cho'g'i kengashgani, jamoatlarning cho'g'ilganmiz. Mehmonlar muzeydagi tarixiy eksponatlarni ko'rib hayratda qolishganini yashirmadi. Bu o'z navbatida Andijondagi muzey xodimlarini qo'shimcha ma'lumot bilan ta'minlagani ko'zda tutildi. Bugungi kunda O'sh viloyati Sulaymontog' muzey kompleksi bilan ikki tomonlama do'stlik va hamkorlik memorandumini imzolaganmiz. Mana shunga asosan bugun ko'chma ko'rgazmalar tashkil qilish, ilmiy aloqalar bilan hamkorlikda ishlash qolaversa, ilmiy tadqiqot ishlarida ham ko'plab ishlarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Ikki davlat orasidagi munosabatlar bundan buyon ham yaxshilanishda davom etishi kerak. Sababi ikki millatni kelib chiqishi bir. Shu sababli ularni muvaffaqiyat sari bitta yo'l, bitta maqsad yetaklaydi. Ушул негизинен ушу эки мамлекеттин экономикасынын өнүп өсүшүнө чоң салым кошулуп атат. Анан эми эң негизи качан мамлекет өнүгөт, качан гана ушул адамзат алдына жылат, бул качан гана ушул адамдын маданияты, ички руханий байлыгы өскөндө. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чара өтүп жаткан иш-чара мен терең ишенемин, ушу биздин элдерибиздин ушу рухий маданий байлыгынын өсүшүнө, ошондой эле бири-бири менен тыгыз байланышта болуп, бири-биринин ушу жақсы жағдай түзгенге шарт түзет деген ойдамын. Ta'kidlab o'tsak, bungacha O'shdagi Sulaymantog' muzey kompleksi xodimlari Andijondagi muzey bilan tanishib kelishgan. Unda ikki tomonlama kelishuvlar tuzilgan edi. Hilol Ashurova, Jusuf Qo'shmatog'li, Intimaq. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Yangi mavsumda yaxshi yangiliklar bilan ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.